Mana o'sha kun ham keldi. Shofyor akalarimiz intiqlik bilan kutgan texnika. Faltagir vech, gaz va benzin. Bu texnikani boshqa texnikalardan ko'ra farqlari ancha ko'p. Masalan, Tiger V modellari sizga kattalik qotgan bo'lsa, VR modellari kichkinalik qotgan bo'lsa, sizda VH bor. Uning gabaritlari o'rta hisoblanadi va 130 ot kuchi Hyundai motoriga ega. Ya'ni V modellari bilan bir xil. Eng ko'p ko'zga tashlanadigan afzalliklardan biri metan va benzinda harakatlanadi. Masalan, qishda metanga navbat ko'p bo'lganda siz vaqt yutib, benzinda ham yutib bo'ladi. Bu shassini siz xohlagan texnikangiz aylantirsangiz bo'ladi va bu sizga ancha arzon tushadi. Bu texnika gabaritlari 5995, 2200 va 2395 bo'ladi. Yuk ko'tarish qobiliyati naq 5 tonna. 8 pog'onali uzatmalar qutisi va eng qizig'i toshbaqa va quyon rejimlari ham bor. G'ildirak bazasi 3300 mm. Aytgancha eng asosiy narsani aytman. Mana bak hajmi benzin 15 litr, gaz 345 litr bo'ladi. Buni kabinasi alohida mavzu. Bunaqa chiroyli kabinani hali ko'rmagansiz. Ranglari ham juda ham chiroyli. Ko'rishingiz mumkin, bu modelda ham LCD monitor, 360 kamera, pechka, multirul kabi komfortlarga ega. Agar sizga ushbu texnika yoqqan bo'lsa, kommentariyga plyus belgisini qoldiring. O'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. O'zingizlarni asranglar.